taklif etaman go'zal qo'shiqlarni aziz mehmonlarga va yoshlarimizga taqdim etishadi. Avvalambor assalomu alaykum narsalaringga. Shu ko'shanaga taklif buyurgan aziz mehmonlar, mana bu chiroyli kunda turibmiz. Kuyov bola vaqtli bo'ling. Yo'q qo'shiqlari keyingi yillarda ham xizmatda bo'lishini bizga nasib qilsin. Bu to'ylarda turishlari sababchi insonlar otalarimiz bo'lar ekan. Bu dunyoga kelishimizga ham sababchi inson otamiz bo'lar ekan. Shu sabab birinchi bo'lib otalarimizni yod olib, keyin sho'x-sho'xlarga beramiz. Yavaş kervan bulayım, Coşanım sultanım.